Assalomu alaykum, xayrli tong, xayrli kun, meni azizlarim. Yaqinlarim, meni go'zal opa-singillarim, aka-ukalarim, meni oila a'zolarim. Bugun erta tongdan juda ajoyib voqea bo'ldi. Bugun erta tongdan 3 ta o'quvchim bilan uchrashdim. Barchasini yoshi 19, 20, 22. Va haqiqatan ham o'sha paytni o'zida efir yoqish niyatim bor edi, lekin ular bu narsadan uyalib, bu narsadan tortilishini istamadim. Ko'plab videolarimni Instagramda o'chirishga qaror qildim. Har bir videoim bu meni bolalarim, har bir videoim bu meni bolachalarim. Lekin atrofimizdagi ayrim insonlarni deb men shu bolachalarimni o'chirishga majbur bo'lyapman. Jamiyatimizdagi insonlar yordam berishni emas, birovni ustidan kulishni, birovni masxara qilishni, birovni mehnatini oyoq osti qilishni, birovni dardini, birovni holatini kulgiga yoyishni katta mahorat bilan bajarishadi. Jon ustozjon, men zo'r gapiryapman, lekin deydi sinfdoshlarim, kursdoshlarim kulyapti, mazax qilyapti deydi-da. Hozirgi zo'r bo'lganimni gapirmaydi-da deydi. Zo'r bo'lish uchun qiynalgan, zo'r bo'lish uchun qilgan harakatlarim ustida kulyapti ustoz deydi-da. Men mana shunaqa jamiyatda, mana shunaqa insonlar orasida yashayotganimdan, ijod qilayotganimdan xafaman. To'g'risi, shunchalik xafamanki, odamlar va jamiyatimizda dori ichish, tok qo'yish, ukol olish, massaj olish, ya'ni maqsadsiz hech qanaqa bir natijaga, hech qanaqa bir rezultat bermaydigan narsalarga vaqt ketkazish holatini hech narsa deyishmaydi-da, lekin haqiqatan ham sog'lik, energiya, kuch, quvvat, g'ayrat, ishonch ketkazib beradigan narsalarga kulishadi-da. Ya'ni biz bolalarimizni zaharlash, biz bolalarimizni yillar davomida duduqlanishi, qo'rquv, hayajoni takroriy va uzoq yillarga cho'zilishi uchun o'zimiz sababchi bo'lyapmiz-da. Ya'ni duduqlanishini davolayman, bu tashxis, buni dori bilan, ukol bilan davolayman deb yillarini sarf qilyapti-da odamlar, va bu hech qanday kulgiga sabab bo'lmayapti. Vaholanki bu zaharlanish, bu asir bo'lish, bu odatga kirish. Lekin o'ziga bo'lgan ishonchini sport bilan, to'g'ri nafas, kuchli artikulyatsiya, to'g'ri metodika, uslublar orqali ishlaydigan bir vaqtda hamma ularni ustidan kuladi. Hattoki izohda hamda hammangiz o'qiysizda shu izohlarni, lekin birortangiz ey ahmoq, sen nima tilingga ruxsat beryapsan? Sen nimani gapiryapsan? Sen kimni ustidan kulyapsan? Demaysizlarda. Faqat o'qiysizlar, kuzatasizlar. Nima tomosha qilasizlarda, tomoshabinsizlarda. Nima uchun yomonlik, o'g'irlik, boshqa narsalar rivojlanaveradi bizda? Nima uchun biz bu narsani davomiy qilyapmiz? Chunki biz aralashmaymiz. Biz
neytral holatda kuzatamiz. Nima bo'lar ekan, yana qaysi ahmoq nimani yozar ekan deb kuzatamiz. Agar birortangiz o'sha negativ yoki birortangiz o'sha yomon gap so'zga yillar davomida meni kuzatasiz-ku, yillar davomida meni qanaqa insonligimni istoriyalarimda, efirlarimda kuzatasiz-ku, lekin qaysidir ahmoq bitta videoni ko'rib qolib shoshilincha fikrini yozayotgan paytida siz shunchaki o'qiysiz chiqib ketasiz. Nega shunaqasizlar? Aytinglar. Nega mana ko'chada bitta qizni kimdir xafa qilsa, xo'rlasa, tomosha qilib turasizlar? Nega nohaqlik, adolatsizlikka shunchaki qarab tomosha qilasizlar? Nega til bilan, fikr bilan o'zingizni bir joningizni achitib qo'shilmaysizlar? Qiyin, to'g'rimi? Men shunaqa odamlar orasida ijod qilayotganimdan, yangilik yaratayotganimdan va meni o'g'rilar kuzatib faqat meni so'zimni, fikrimni, hattoki turishimni, pomadamni rangigacha o'g'irlayotganidan men xafaman. Men haqiqatdan ham xafaman, afsusdaman. Ana shunaqa odamlar orasida ijod qilib bir foydam tegayotganda afsuslanib qolyapman. Ustoz deyapti, men yillar davomida duduq ekanligimni qarindoshlarimdan ham bekitganman deyapti-da Muhammadjon. Hozir yoshim 23 deydi. Men yillar davomida bekitganman. Opa deyapti, ustoz deyapti. Endi men uylanish paytiga keldim. Kelinni otasi chaqirganida men gapira olmadim deyapti. Kelinni otasi menga savollar berganda men gapira olmadim deyapti. Shunaqa chiroyli tarbiyaga ega bo'lgan bolalarim, o'g'illarim, hech kimni haqqiga xiyonat qilmay, hech kimni qalbiga ozor bermaydigan o'g'il farzandlarim oila qurishda sog'lom fikr bilan, niyat bilan, toza pok amal bilan bir xonadonga boryapti, gapira olmayapti. Qani o'sha dorilar, toklar, massajlar, qani o'shalar? Qani? U yillar davomida ichganman bularni, yillar davomida boshimga tok qo'yganman deyapti. Bugun farzandingiz 4, 5, 15 yoshda, siz hali ham bu ishni qilyapsiz. Siz ertaga 30 yoshda ham shunaqa qolasiz. Chunki mana haqiqatlar mana yonimda turibdi. Muhammadjon dedim. Siz katta hayotga yo'l bosyapsiz, qadam qo'yapsiz, katta hayotga. Shaffoflikdan boshlang dedim. Jon o'g'lim dedim, haqiqatdan boshlang dedim. Assalomu alaykum. Men yoningizga yaxshi niyat bilan, sog'lom fikr bilan, sog'lom niyat bilan keldim. Lekin birdaniga ogohlantirmoqchiman. Hayajonlansam, yangi insonlarni ko'rsam, tutilaman deb ayting deyapman. Ayting, shunda sizga o'sha inson bilan muloqotni davom etishingiz osonroq bo'ladi. Keyin bilasiz. Agar u haqiqatdan ham inson bo'lsa, u haqiqatdan ham sizni tushunsa, sizdek yaxshi tarbiyali maqsadi bor, o'z ishi bor, bizneslari bor bu bolani, sizga yo'q demaydi dedim. Mana ijtimoiy tarmoqlarda qarang, imkoniyati cheklangan o'g'il bolaga ham sog'lom qizlar tegyapti. Bir oyog'i yo'q bolalarga ham sog'lom qizlar turmush qurib egizaklar tug'ib beryapti.
siz haqiqatni ayting, shunda haqqoniy haqiqiy javob olasiz. Ya'ni kim bilan men oila quryapman, kim bilan men kimdan men farzandlar ko'raman, kimdan men farzandli bo'laman degan savollaringizga javob olasiz dedim. Kulishni davom etaveringlar. Izohlarda negativlarni ko'rib, o'qib, jim ketaveringlar. Haqiqatdan ham katta baxtga munosib bo'lgan, chiroyli tarbiyaga, xulq atvorga, to'g'ri so'z, iymonga ega bo'lgan yigitlarimiz bugungi kunda jamiyatda oilasiz qolib ketyapti. Oddiy hayajon, qo'rquv uchun. Shunday odamlar orasida yashayotganimdan xafaman.